Doktor, Nima bo'ldi? pochkam og'riyapti. Ushbu holat sizga tanishmi? Agarda sizda ham bel sohasida to'satdan mana shunday boshlanuvchi og'riqlar bezovta qiladigan bo'lsa, albatta urolog shifokorga murojaat qiling. Hozirda yoz faslining issiq jazirama kunlarida xalqimiz orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi bu buyrak tosh kasalligi hisoblanadi. Ya'ni xalqimiz ko'chada har xil yumushlar bilan, ish bilan, o'qishlar bilan yuramiz. Vaqtida suv ichishga imkoni bo'lmaydi. Shu sababdan tanamizda suyuqlik miqdorining keskin kamayishi, suv balansini pasayishini hisobiga buyraklarimizdagi mayda toshlarni ko'chish ehtimoli ortib boradi. Ushbu buyrak kasalliklarini ultratovush tashxislash Sakinmet klinikasida hozirda mutlaqo bepul. Agarda sizda ham mana shu holat kuzatiladigan bo'lsa, 10-iyulgacha Sakinmet klinikasiga keling. Buyraklaringizni bepul, mutlaqo bepul UZI tekshiruvdan o'tkazing. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'ling.